Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilarimiz. 10 va 11 aprel sanalarida Samarqand viloyati Jomboy tumanida joylashgan Sofexpo ko'rgazma markazida o'tkaziladigan xalqaro ta'lim ko'rgazmasida Zarmet universiteti ham faol ishtirok etyapti. Bo'lajak talabalar bilan so'rovnoma o'tkazamiz va ularga mana shunday esdalik sovg'alarimizdan taqdim etamiz. Qani ketdik. O'zlaringizni tanishtira olasizlarmi? Men Majidova Muslima, bu dugonam Mansurova Shahrizoda. Mehribon Sobirova. Men ismim Ruxshona. Ismim Saida. Men Muxtar Faxriddin, 33-maktabdan. Men ismim Mehrangiz, yoshim 18 da. Assalomu alaykum, men ismim Tolibjon Isroilov. 45-maktabda Samarqand shahrida o'qiymiz. O'qish tanlashga endi keldim, hozir ko'rib chiqyapman. Men Cambridge University'dan kelganman. Sizga savolim shuki, yaxshi universitet tanlashda asosan nimalarga e'tibor qaratish kerak va siz nimalarga e'tibor qaratasiz? Men o'ylaymanki, eng globniysi reytingi, ya'ni qayerda joylashgan va qanday o'rinda turadi, nechinchi o'rinda turadi va albatta professorlari, ya'ni qanday professorlar bor. O'zimiz xohishimizga birinchi o'rinda. O'qitish tizimiga, shart-sharoitiga, o'zi xohlagan yo'nalishni tanlash kerak. Bu ustozlar o'qish ta'limi shularga qarab Universitetni prestijiga va o'qitish tizimiga ko'proq e'tiborimni qarataman. Siz o'zingiz qaysi yo'nalishga qiziqasiz? Men kardiologiyaga qiziqaman, juda ham yurak haqida, nerv, yurist bo'lishga. Men ham yuridiskiy, Arxitektor bo'lmoqchiman. Meditsina. Meditsina. da, veterinariya yo'nalishi ko'proq. Mana shu universitetlar ichida sizni qaysilari ko'proq qiziqtirdi? Men o'ylaymanki, men oldin ham bilgandim, Zarmet eng zo'rligini har doimgidek. Menga taqdim etilayotgan shart-sharoitlar va imkoniyatlar meni juda ham qiziqtirdi. Hammaga Zarmetni tavsiya etaman. Samgasi, Zarmet, qiziqishlar bor. Arzimas sovg'amiz. Universitetimizga tashrif buyursangiz, sizni ekskursiya qildirib chiqamiz.